Honji olmay qo'ydinglar, a? E'tibor berdinglarmi? Toshkentda ham honjini savdosi yo'q. Kamayib ketdimi, topolmayapman. Umuman bozorda ham honjilar yo'q bo'lib ketdi. Nima, narx oshib ketdimi yoki yangi model yoqmadimi? Masalan, ana shu honjilarni 500 kilometrligini narxi 12.800 dollar ekan. Davay hisoblaylik, birgalashib arziydimi yo'qmi, o'z fikrlarini qoldirasizlar. Hop, Toshkentga plus minus 14 ming kirib kelsa, 6,5 ming rastamoshi ketsa, qo'linglarga 20.500 lar atrofida plus minusdan qo'linglarga tegar ekan. Shu mashina arzimaydimi 20.500 ga? 22 minglarga ham olayotgandik-ku, yo oshib ketdimi Toshkentda bu narx? Yana bilmadim. Qisqasi sizlarga xabar berib qo'yay. Ushbu mashinalarning 500 kilometrligini oq qoralaridan va 610 kilometrliklari ham bor. Ularning narxi 14.400 dollar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.